Valla meseleге yangi chiqqan tangini tez suratda bir necha portmalga valetga tangli vaqtda o'tib qo'ya. Ya'ni bizning atildagi bozor samoqchi bo'lgan tangini shu 3 adresga, 2 adresga yoki 4 adresga birli vaqtda, tangli vaqtda tez suratda ilishtirmasdan o'tib qo'ya. Qisqa qilib. Yani bunu qanday qilamiz deganda, men oldindan sizlarga ko'rsatib qo'yay, undan keyin qanday browserdan Opera'da birisi var. Yani keyin Edge'da birisi var. Mana ko'rdinglarmi? Buni ayolsiz kompyuterda qilganing yaxshi, telefonda kichik telefonda uni yaxshi qilolmaysizlar eng yaxshisi. Chunki men yangi tangini bozorga shu bo'lgandan keyin jiqqa toptangan shu bo'lgandan keyin buni eng yaxshisi bir 2 soat so'rab, yarim kun so'rab idoradan baldiroq ketib shuni qilsanglar bo'ldi. Hozirda buni bir vaqtda 2-3 tal tangiga, 4 tal tangiga qanday olamiz deganda buni mandaq olamiz. Men sizlarga oldin buni ko'rsatib qo'yay, undan keyinchi bala pulni qanday yo'tkash, yoki bo'lmasa sabablarni qanday yo'qotlash, yoki bo'lmasa MetaMask'ni yoki bo'lmasa Coinbase walletni qanday qochlashni men videoning oxirida ikkinchi videoda aniq men so'zlayman. Hozircha men sizlarga gapni qisqartibla mesela Coinbase walletni tayoq bo'lib deyli. Hamda qachonlar pulni tayoq bo'lib deyli. Tayoq bo'lganligini qanday tez ilishtirmasligini ko'rsatib qo'yay. Undan keyin ikkinchi videoda buni birdan masala qanday qochlashni va Coinbase'ni yoki bo'lmasa MetaMask'ni biyaga qanday o'rinlashtirishni uni ko'rsatib qo'yay. Ya'ni buni boshlamda unda bo'lsa buni biz manda boshlaymiz bunimi? Hozir mana okey. Ovoz chiqmatamdi. Okey, ovoz chiqdi. Masalan biz hozir ikki birli vaqtda ikki adresni qanday tangli vaqtda yangi chiqqan tangini ikki adresga, ikki walletga, ya'ni ikki portmalga tangli vaqtda qanday ilishni ko'rsatib qo'yay. Buni men tayoq qo'ydim. Pulni uchun men sizga hozir ko'rsatib qo'yay. Masalan, hozir men Edge'ni olsak, bizim Edge'da bir browser var, Edge'da browser var. Anakin miyada Google Chrome'da browser var. Anakin Opera'da bir browser var. Anakin nurg'ulgan Internet Explorer'da browser var, Firefox'da browser var. Men sizlarga hozir faqat ikkini ko'rsatib qo'yay. Ikkini ko'rsatgandikidan qolgani 3 bilan 4 bilan biz o'xshash gap shu. Mesela hozir biz nedan boshlamdik? Men nimadan boshlaylik? Edge'den başlayalım. Başlıklarla mesela Edge'den başlasak mesela Edge diye mani browser'ını açtığında açqandaki bizim yerge nemin en dastlabdan balla Coinbase'ni qaçlayıslanmayacağım. Mavadaki Coinbase'ni yerge qaçlayıslan. Coinbase qaçlap bo'lgandan keyin ondan Uniswap'ni qilamiz, ondan olamiz. Hozir Coinbase'ni men tayyor qaçlap bo'ldim. Onun tayoq pulini qo'yib qo'ydim. Esni o'tib qo'y. Ondan keyin Coinbase'ni qanday qachlamash degan balla bo'lsa, men yana bir videoda ondan keyin bir qadamda ishkirlab Coinbase'ni qanday qachlashni, ondan keyin Coinbase pulini qanday o'tkazishni, ondan keyin bla degan hammasini bir qadamda ishkirlab men sizga o'tay. Hozir mana ko'rsak. Biz hozir mana pul qilib qo'ydik. Hozir Coinbase MetaMask ishlatmanglar, Coinbase ishlatinglar. Chunki ma'lum deganda Coinbase MetaMask tez. Biz hamini chunki bizning yangi tangini oldigandan balla maxsus shu professional ballar bor. Sizlar uning tankisini biz uni tanklamaymiz. Bular yana kundalik qildigan shu. Bular yana dahshat tez bo'ldi. Shuning uchun biz eng tez, eng nochni ishlatib, eng noch walletni eng noch nimani swapni va eng nochni ishlatib eng tez olish kerak. Ularni keyin qilmas kerak. Bilasizlar-ku? Uyg'urlar azal boshqani keyin qilmaydi, o'xshash keyin qilmanglar. Shuni keyin qilmas uchun cho'qim eng nochni ishlash kerak. Eng noch nima deganda Coinbase. MetaMask oldirib tez ba'zi vaqtda nasaldim. Taqishib qolib gapir yerlari. İşte ama Coinbase tizimindeki. Şundan Coinbase'ni qaçlaymiz. Yani Coinbase men qaçlap boldim men. Agar Coinbase'ni qaçlamay bilan bo'lsa, ikkinchi videoni ko'rsam bo'ldi. Men masalan Coinbase'ni qaçlap boldim, pulni qaçlap boldim. Ana buni olamiz. Qanday olamiz deganda bizning yangi tangligimiz
almoqchi bo'lsak, almoqchi bo'lsak, bu yangi tanqimiz Ethereum bozorsi oldu. Binance emas. Ethereum bo'lgandan keyin biz cho'qim buni Uniswap ishlatamiz. Binance bo'lsa Pancake ishlatdik. Hozir bizning tanqimiz Ethereum bozorsi, Ethereumda bozorga soladigan bo'lgandan keyin biz uningga Uniswap ishlatamiz. Chunki Ethereumni Uniswapda olamiz, Ethereumning ishlab chiqargan tanqisini. Avvalgi Binance'dan chiqargan tanqisini biz Pancake Swap'da olamiz. Amal va asli so'zlar, biroq bizning bilmayotgancha tuzlab ketganman. Agar bak tuzlab ketsam, men asli oldirmay qo'yinglar buni. Ammo mani Coinbase qachab bo'ldi shunaqmi? Buni chekib pulni qachab bo'ldi shunaqmi? Erqadim oshqan yana buni to'laykanmiz, maxbini soldi ekanmiz. Men Coinbase qaraganda MetaMaskdan tempi xatar o'xshaydi mana. Erqadim oshqan maxbini kirgizganmiz. Shundan endi miyaga biz Uniswap kirgizamiz. Uniswapniki sizlar bizning grupda bor Uniswapniki link. Yani pinda basanlar 15. pinda Uniswap'ın bakıya mı yani? Başka yerdeki Uniswap'ın zamanlıcı mı? Bir onu aldamçılan başından cadın başından okşaş kılıp yasakan Uniswap. Onlarımız okşaş bırak sınıfını ekledim. Mesela manın kılma. Mesela bunu kanıtapımız diyende hazır 15 bin gibi mesela basanlı bulduk mu bunun? Da basanlar mı? Mesela basanlı 15. bin çıkıyor. Onu oldu mu? O şu 8 başa küçük tüket yap. Okey. Mesela endem baş 49 değil 48. Come on. Okey. Burada başta bakacağım ben bizim manı kırgızdıra. Mesela Uniswap neyime kırgızdık mı? Uniswap'ını kırgızdık. Anki miyade man gördüm ben Uniswap'ka ben manı ulap oldum Coinbase'ni. Eğer olmagan bolsa miyadın bassanlar miyadımda bassan connect'ta bir yeri var. Bunu bas connect diyemiz Uygurca ulaş deyen gap. İngilizce connect deydi bunu. Connect'ta bassanlar sizin Coinbase wallet'ga ulaydı. Meniki az ulap bolgandan keyin men aytqayt olamasan buludu. Bunun içinde pul tayap oldu miyada. Endi bizning yangi almoqchi bo'lgan tankimizni men cho'qim miya qo'yamiz. Bu to'piq qilsamizmi, to'piq qilsasan sotadigan chiqdi. Ma ETH ostida bo'lsa bu satımız deyimiz. ETH üstü olsa bu alımız deyimiz. Yeni tankını alımız deyimiz. ETH üstü olsa yeni tankını astı salımız. Yeni tankını astı koyumuz. Bu alınan oldu. Bunu biz tanıyorum diye. Bu satılan vakitte mani basakla töpük çıktı. Şundan bu satımız. Astı uçtu. Ağam bulumuz. Bununla biz yeni tankını kırgızımız. Hazır biz yeni tankının adresini malum şu 8. bizim grup çaplaydı. Çaplağı amallar adresini bir şeyde kopya kılımız, mal kopya kılmalı cümle. Adresini bir şey kopya kılımız, mesela mal çaplamda çaplağındaki bir şey bunu kopya kıldık mı, bunu kopya kıldık mı, bir şeyi çaplayımız, bir yere çaplap, bunu bazımız, buna gaplar çıktı, okey, anıştan devrimiz, bunu hemiz oşa çıktı. Anladın ki miyage biz kına kılımız yine miyage bizden yeni tankınınki en köp bolganda 20 milyon tangini alalaydı ekemiz bir adresga, yani bir portmalga. Bir portmalga 20 milyon adres tangini elish uchun biz kompaniyada 20 milyon qo'ymay 19 milyon 999 mancha qo'yaylik. Yani bizim mandaslarımız mevcut. Mesela mançanınla şu malum başlayıp da bizim başarıya adresin çaplağalı mallar derhal başka çıkarmayla mesela mansam çaplama cümle misal için mesela çaplağan basa malum çaplağan basa en az çaplağı o bu. Derhal malum evetken adresin bir şey kopya kılımız ya malum evet aymen kalsa Bahadır evet udu ya bizim balık developer gruplarının ki tangini yasan gruplarının biraz evet udu evet kemal derhal bunu kopya kılımız kadar kopya kılımız yanında bana mesela man ilk batınmasımız ma şu bilen ilk batın baskanlıkın bay yaşların özgüremde özgürendeki bunu kopyasıyla tekstep manı basa kopya buldu. Şundan biz bunu miye gel şundan biz miye göz kazatılığım miye çapladık bana ben kaç çanım kayıt dedim. Bana ekrep oldu. Şunu ekrep bir tayav oldu mu? Tayav olgandan keyin ikinci qadam qilishimiz nima deganda darhalla bizning hozir vaqt bor. Shundan bir mana tayoq turamiz 19 milyon bo'lsa cho'qim 6 qadam biz 6 milyon bo'lsa 6 milyon hozir biz 6 milyon sanma 6 9 masimiz 19 bo'lsa nima 19
9'nin altına basımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şundan 19 milyon 9 milyon 99 milyon oldu mu? Andan keyin mesela sağlap turibmiz. Mesela sağlap turib siz ma'ni bir yerda basmaysizlar, hech narsa basmaysizlar jimi? Mesela ko'rdinglarmi? Ama men aytamda har sekund bir biz mesela ne qilib turdi bo'laqada ko'rdinglarmi? Biz o'zi update qilib turdi. Shoshing qilib turdi bunimda. Uyg'urcha deydi bilmadim. Mesela İngilizce update dedi mesela qilib turdi, ya refresh qilib turdi buni. Shu ma'lum shu bizning masalan mishaga yangi tangiga masalan yangi tangini mana yangi tang bozor soldi-ku. Ma'lum yangi tangini mishak hozir siz chiqdi-ku, bizning tangini siz chiqdi bu yerda. Siz chiqib turdi bu yerda. Mishaga pulni qo'ydim, mana pulni qo'ygandan keyin bir ehtiyoj, ikki ehtiyoj qo'yamda pulni qo'ygan amallar bizning bu yerda chunki har sekund bir buni update qilib turdi emasmi, refresh qilib turdi emasmi? Qo'ygan amallar darhol bu yerda chiqdi bu yerda. Xat chiqdi. Ondan keyin insufficient yo'qaydi. Nima yo'qolsa swap deb chiqdi. Swap chiqqandan keyin basimiz. Biroq mening hozirlar ko'rsatgan faqatla bir. Nima Uniswap. Biz buni tangli vaqtda ishga namoqchi. Ya 2 yoki 4, 3 ya 4, 5 portmonga tangli olmoqchi. Buni qanday olamiz deganda, masalan, hozir mau ajg'u. Buncha kichik deb bunday qilib mesela ajg'u mesela kichik deb miya qo'yib qo'yamiz miyaga. Miya turib turdi. Ma tayyor bo'lishdan ma tayyor bo'ldi, emas tayyor bo'ldi, misal turdi. Olim bir şey swap yani çıkmalar malum pulni qo'ygandan swap chiqishdan basimiz. Biroq buna basmay turamiz, ammo tayyor turamiz bas. Ondan keyin biz bir vaqtda ikki deb olmasak bo'lmaydi. Birisini ep bo'lgandan keyin biz olmasak uchoqda usab basi 30 ming anaqni chiqasa uchoq. Xalas satqan bağı to'g'ri qoldi shundan sizlarni og'ani satqib turdi, shundan basini bizga tatsizdan gap. Shuni ana ikkinchisi bir aj degandan browserni qilib qoldikmi? Ana ikkinchi qatim Chrome yoki boshqasini qilamiz. Minimum Chrome'da hozir mening hozir ularlik ma'nim bor. Bu yaxshi buni yaxshilamay chunki mening Chrome'ning ichida nima bor desanglar, mening Ledger deb birlikdek ochqichi bor. Bu ochqichni har qatim cho'qim besish kerak. Bu sal avarchilik besib ulgurmayman. Ben buni men olmayman. Masalan, ma'laqadek Opera deb yana bir browser bor ekan. Men olmoqchiman. Men shuni ko'rsatib qo'yay. Opera'da browserni bizdan Google'dan tushirsanlar bo'ldi. Opera ko'rinadimi ismi? Opera chiqdimi? Opera chiqdimi yani masalan. Mana ham ko'rinadimi? Ama Opera deb chiqdi. Opera, O P E R A, Opera deb chiqdi. Sen bir Opera'dan ben özlem. Sen hazır bu yerda batayab boshlanma Opera'da endi bu yerda masalan men haqidagi Coinbase adres tayyor bo'ldi, ko'ringlarmi? Buningdami? Maxfiy basmasam bo'lganda. Bundan maxfiy nima bo'lganda? Okay, buni ozroq Ethereum buni tayyor qo'ygan. Endi biz bu yerga nima qilamiz deganda, malik Uniswapni yarım chaplaymiz mening Uniswap. Ben küçük isimde var. Oh shit. Okay, ma Uniswapni biz yarım chaplaymiz. Bir yer chaplab ETH töpü turdi cho'qim. Buni ichida qarasanglar maksimum chiqqandan keyin buni pul bor deysizlar. Mana xat chiqmasa, pul yo'q deysizlar, yoki bo'lmasa nima? Yoki bo'lmasa sizning portman ulanmagan bo'ldi. Ulab tayaq qo'yishdan, ulamsa bir chiqat chiqdi, connect deb. Buni uyg'urcha, inglizcha connect yani uyg'urcha ulash deymiz. Basqandan keyin ulaydi. Ulab bo'lgandan keyin miyada cho'qim manda pul chiqishi kerak, maksimum pul chiqishi kerak. Hech chiqmasa, bu ulanmagan bo'ldi, ya chataqchilarning bir chataq bor, ya pul yo'q, ya bir chataq bor degan gap. Cho'qim manda chiqishi kerak. Ana ostiga biz yana o'zimizning ma'lum ashtangini darhol chaplaymiz miyaga tangini basdan qaysi deb tangini. Mesela ma'ni tangini copy text tab Opera. Buni miyaga ma'ni besib, miya control V ni bassak miya chaplandi. Ma'ni understand deymiz. Shundan mana tayyorlashdan buni hozir biz ma'ni o'chirib turaylik.
Okay. Mao tayaqıldı bizni o'xshash ma'no uchun tayaqılamiz. Chunki bir vaqtda biz 2, 3 ya 4 nimaga portmal olmoqchi. 19 milyonimiz altın emasmi? Biz bu yerga altın emas, 6-9 ni qo'yamiz. Chunki 5, 2, 3, 4, 5, 6. Bo'ldi mana. Hozir endi mashta tayyor turdi. Biz hozir bir vaqtda hozir biz 2 portmalga tang ala olamiz degan gap. Misol agarda yana 3-chi bo'lib qolsa, men chiqib qo'yib. 3-chisini masalan Google Chrome desak, 3-chisi biz tanishab biz mana sal kichikildi menimcha buni. Meyaga birga qo'yib qo'yamiz. Men sal kichikroq qilib. Meyaga qilib, buning ma Uniswapni bir chaplab, bir echib, aniki manda Coinbase portmalini buni ulab, buning 19,999,69 jami 1 7-9 ni bir yerga tayyor qilib qo'yib turmiz. Shundan bir vaqtda 3 ta olmaz yengib, ma'lum shu ma'lum boshlandi deymizmi? Shu ma'lum o'sha pulni qo'yganman bu yerda maqsad o'zgardi. Maqsadim hisobdan ham yeshira o'zgardi menimcha. O'ziga ma'lum dahshatda balaq mana basimiz shundan 3 tang ilindan gap. Tushundinglarmi? Agar pulni chiqarib topay desanglar aniki shu bir shu bo'ldimi? Aniki bu yerda Firefox var. Bunun bakıdak şu Coinbase isabatını yani misabat demin anaki portmalını kaçılap bunun gibi miyak tanışap koş miyak koşulan töt oldu mu 5. mani buldu mu Internet Explorer bastık nama var okey ama 5. Şundan 5. bunu bana küçük atay ekranı iş küçük kastayım yaştı come on şundan 5 vaqtda tangni bir alaysan ya bir vaqtda qana almaysan masalaga hozir boshqa bir tangini ikkisini tanglab bir vaqt tang ishni o'g'itay ya masalan biz hozir endi masalan endi ma'lum enish tayab olsak bul degan maqsad chiqdimi biz tangni olaydim dema men tangni biz ep ko'chib qo'y hozir naq maydonni o'zida biz men tangni olayım ma dx qani dx to kirib men Qatangni asal dx'in o'zini tangini olaylar tangini Sizlemse alaylık. Eğer ballar, ma bir gapni unutib men. Bu yerda ba'zi vaqtlarda ama pancake swap odam javob kelsa, bu tishni chiqdek bir yerda yaxshi manbaydigan bo'lsa, turiblar o'zidek bo'laqidek to'xtab qoldi ekan bu. To'xtab qoldi ekan bu. İngilizce freeze deyimiz, Uyghur'da tonap kalacak olmaydı ama Uyghur'da tercüme kısakla. Aşağıya bir qetip kaldık dedik, qetip kaldık yani. O çağda bizden o arqanda işten yaxşı yama tarafını iş bulmagan iki tarafını yaxşı oylaş gerek. Bo'lmasa 5-6 arqanda işteki 5-6 tarafını oylasan texim yaxşı bo'lmasa iki tarafını yaxşı yama tarafını oylaş gerek. Eğer de adam javob ketib bizden agar pankse qetip qilib yaxshimay qolsa, ava yembirisi var. Onun bir backup yardımcı üstüde onun tayyor koş gerek. O qaysı degende API swap. API swap hatta Uniswap'ta yema yaxşı gelmiyor mu? Baya pancake swap dedim ben. Hatacımı pancake swap sen hata alacağım bana pancake swap deyimiz Binance'ninki o. Mağını işlemeydi o. İşlemse anlık işlem vaktinde alsan ağırda alamaz dengem. Uniswap pancake swap hata da koydum ben. Biz API swap işlemiz. API swap deganimiz bizning bu yerda ma'lum chaplab qolgan bir bor. Endi onunga men bir izlatib qo'ygancha bizning copy qilib beradi, Excel jadval bor deyman copy qilgan. O'shaning topay API swap mana bu. API swapni biz bu yerga chaplab tayyor qo'yamiz. Backup yordamchi ustida yordamchi. Faqat olmay qolsa mava. Ya'ni har bir browserga ikki tayyor qilamiz. Birisi Uniswap, yana birisi API swap. API swap deyimiz Uniswap dem yamarda qildi.
Biroq shunday bo'lsa ham ayaqsi biz Uniswap chunki biz har qanday tangini bular Uniswapda ochadi. Undaq bo'lgandan Uniswap endi birinchi o'ringa qo'yib turaydi hozircha. Gerçi API swap yomon bo'lsa-mu, ba'zi tangalarni API swap qilamiz, Uniswap olamiz, API swap olaylik, API swap. Men bishni o'tganlar bu. API swap yamanken. Shunday bo'lsa ham tanga odatda Uniswap ochadigan bo'lgan ekan, Uniswap birinchi qo'yaylik. Masalan, API swap bo'ldi shunaqmi? Buni tangini biz ulab qo'yganda qilamiz ya. Meni 4070 o'xshashmidi u? Adres o'xshash keldi. Bu kadar 407 40 70 72. Daha bo'lsa, bu o'z avtomatik ulaydi ekan. Uni biz ulab tayaq qo'yamiz adresini. Bu yerda nima kirgizamiz deganda bayqadak. Tanginiki adresini kirgizamiz. Ya'ni ma'lum degan ma'lum chaplagan adresni bu yerga kirgizamiz. Bu adresni qoldimda. Mesela ma'lum desak, mana ikki qator bosganmi, ikki qator bosgandan yoshlar o'zgarganda, ko'kram o'zgargandan keyin shu bu yerni o'ng tarafdan bossaqlar, ma chiqqanda shuni copy textni bosamiz. Miyaga. Yana bu ihtiyoch deb turdi. Shundan mana olgan tangini miyaga qo'yib, miyaga adresni miyaga kirgizamiz. Okay, import deymiz. Mana chiqdi, okay deymiz, import deymiz. Shundan bundan managa yana Bak o'xshashdan jumana ikkisi o'xshamadan samana çok o'xshash kerak. Men mayadan bayaq topamadim. Vaqtni o'tishchi masliga xalqan bir tangini sinab qo'ydim. 19 million deymiz 6 million shunaqmi? 6 men 9 emasman. 1 2 3 4 5 6. Shundan bilan hozir bu Uniswap tayyor bo'ldi hozir ikki kunlama. Har bir browserda ikkisi tayyor bo'ldi ekan hozir. Mana tayyor turamiz. Andan keyin Managım Uniswap API swap basımız API swap. Bacak ya bu kadar nasıl? API swap. Okay, ama şu API swap. Mandımı API swap tayar kılımız. API swap yaman kemalda. Bırak şuna basımı yine. Okay. Bu 85 54 54. O'xshash ekan, ulab bo'pti, men bir ulab o'xshayman. Buni nima qildik, bayaq tangini bu yerga yana kirgizamiz. Bir tanga jumina o'xshamadan qolsin. Boshqa tangida. Okay. Hozircha shuna qilish uchun shuni qilaveraylik. Aslida bu yerga to'g'ri, bu yerga kirish kerak. Ma tangini kirgizamiz. Buni okay. Come on. Ma tepədirdi. Məyə amaçılan tənginin adresini məyə kirgizimiz. Şundan ma soraydı. Import deyimiz. Ma'ni check qilamiz. Import deyimiz. Şundan məyə 19 1 2 3 4 5 6 tayaq qo'ydik. Şundan mana hozir 2 3 4 5 6 ga har birisiga 2 dan swapni tayaq turamiz. Olddan ma'ni qarab turamiz. Agarda bu safhada gachulab qolsa, qaytib qolsa, darhol ma'ni bosamiz. Manada mana o'xshash. Hozir endi ilishni boshlandik. Boshlatdik bundan boshqa ilishni. Men 3 turajı 5 ni tekabun bekabda. Hozir men 2 deb o'stiray ya. Hozir qaysi tangni olamiz deganda men ma tangni olay. Ma tangni hepsini qilayman. Ma. DX-ning bu chunki shu DX stolning o'zini tangisi ishonchli qo'yib buni. Buni ortiq versam, chiqqan versam baribir. Sinaq qilsam baribir mavzudan chiqmaydi emasmi? Men olaylik. Masalan, endi buniga men matang adam hazır mesela nakmeden epirme bunu kanalım. Okay, diye bunu kırgızdakma. Bunu değil ben 19 tane yapamayım. Bunu aslında yani ben 66 tane alayı. 66 tane alsam $15 aldık ya ben $15'a. Kadın ama sizler malum pulunu koyamadık mana çıktı. Bayağıda çok mesela çıktı. Onun ki malum kırgızmız ama malum kırgızmız. Buna pul yetişmeydi. Eğer Amerika'da yapılan gibi Allah sizler meyada pulun hesabı kam kalsa mesela 19 bin kırgızdan uçtanma kırgızgandan keyin sizler meyada çıkmaya kalsa bazı pul azıp kalsa 19 bin yetişmeydi cümle.
Arlap mana bunda maksimumdan buna 5 bakınlar. Da bassanglar miyada kadar ma çıkıp kaçmış mümkün ama mana san çıkıp kaldı. Anakin bunu yana ocan anakin eğer de ana çıksa ma çokum ma sanıp qarab eğer uzakça alamsanlar derhalla al besmana bom sağlıktan olmaydı. Pul içmeye 19 mil tenge pul içmeye kalsa manda saat yana çıkmay tur oldu. 19 nama 19 1 2 3 4 5 6 gibimiz geldi kan az gibimiz geldi bunun kısa. Hazır bana tayak buluşun ama anakin manın kaçıldık mı? Okey bunun kaçlayımız o. Bayaq tengeni. Okey. Bunun motoru tayak bulduk. Ma ikisi püttüjün ama bunun ma pütte episi var. Bunun bak tengeni kırgızmez. Ama çoğun tengeni. Buna turdu. Ben hazır alayım da olsa. Bana çok ben Бірақ таңген тегіз амаған деген мен ма таңген епсін ақпырайым. Маған базасаған таңген тегіз әд өгінік алымыз ғой. Да бұған деген мен сәкінізлән алымыз ғой. Оңырша мен ма таңген тегіз адрес болмаған екен. Адресын тегіз мен намәлім болған екен. Мен сізліге ма таңген епсін ақпырайым. Ма таңген. Азыр мен маған ішкі десті ішкі юнисап таң алмай мен түсләге. Азыр мәсәлен үшін мен юнисап маған бесіп, мәсәлен, яды 66-ны басып Qısam iki tane üzgâcın ama mesela hazır ikisini tangı basmaya çünkü iki portmalığa tanglı vaxtda ma tangını alayım. İkisini aqdan ikisini bassam elini çıkıp başlaydı biroq men qanaqlaydısanlar sizlarga sınaqlash uchun men mana da Uniswap'ni mana da men AP sat işletip ikisinin qaysının tez qaysının aslını sapaqamdoq. İkisini bir ağınıp uşaqan ahmet yo'q. Men sizlarga buni mani erishni pul tepish uchun olmadim men buni. Faqat sınaqlashni olgan bo'lgan ekan. Maning da Uniswap'ni olay. O'xshashdan maning da AP swap'ni olay. Shundan biz ikkisining zodi Uniswap tizimi yoki AP swap tizimi shadlan o'zlar naqmaydanlar buni sinab o'taylik. 66ni olman. Ha, okey. Unda bo'lsa evet deb Bismillahirrahmanirrahim. Mesela tengin hazır malum bazar sal deyli. Hemen tayak bulduk deyli. Bayak sanı kriz bol deyli. 9 min kriz bol deyli. Pul italık bağ deyli. Hem de malum şu malum tengin ne kadar bayak kayıt gibimiz gelsek. Yeni tengini bazar sağan amaldan bir şey. Bazar sen kal amaldan bir şey gel. Yeni tengini buna çıktırdı. San yok. San çıkan amalla. Maya derhal manı üzereydi. Yani şundan alımız basımız derhalla. Gom alımız manı. Basa turna ama manı confirm. Buna çıkan hepsi yok. Açtık confirm koyattık. Anneki miyada ma soru oldu turna ama aldırmaya kılaydım. Bu yada kadar bir test kadar yadır vattı. Asset change. Network fee. Fast. Mana torna mana basımız mı? Mana fast. Yani müstahak mana basımız. Waiting for confirmation. Okay. Miyada ma network fee. Mana ma çıkacağını basımız. Fast yanı basımız. Bana unutmayacağım. Vallahi unutmasınız çatak çıkıyor. Şimdi tayar oldu ama. Ondan keyin yeni bir unutqa bir yalar var. Her açtım tutun qayt kelib turma bir unutqatım. Basımız. Okay. Bunu başlattık. Bunu başlayalım. Ben bir unutqatma ismini nem qaldım bala ismini keldi mi? Mane kirgizim unutqatımız bala. Hazırgo maniki diagstolniki maç persen bana da çıkmıyor persen de maniki diagstolniki mademse diagstolniki 0% buniki mana bunu persen anda kanadımız yani xani patna basan çıkıyor maç persen keligi 0% ken buniki şunun için biz bir nem kirgizmiz 1% kirgizsek boldu ama miyaga 1% kirgizsek boldu amma bırak biz alan tangiga en yaxşı balla 48% kirgizmiz mi? 48%. İsini bozun. 15% emas 20% aşu en tez en professional en noçsini en öteli boldu. Ma tanginin mal portmanın en noçsu ma Coinbase'ken bunun en tez en yuqursu 50% adatda qoymaymiz go bunu. 49% qilmayli hamda 48% qo'taydi bo'pti. 48% qilaydi. Bunun yuqur bo'lmaydi. Hammasidan en chiqirtaydi bo'ldi.
Ma'nın taksinin en yukarısını. Bu portmanın en noçsunu. Hemmisinin en noçsunu. Aniki ma en noçu Uniswap bilen ma AP swap'ın en noçsunu, swap'ın en noç 3 noçsunu hemmis tang bir kolaydı. Bunu da kullansak amal yok. Bunun en noçu 3 oldu mu 48% kırgızdık mı? Mayaga. Bu yerga mı 48% kırgız olmuş. Okey, ma 48% kırgız boptu. Ben şimdi atım yeni bir kırgızdayım. 48% kırgızdık mı? Bana gap çıktı. Your transaction may be front run. Bunun karmız yok. Bana çık oldu. Karmız yok. Endem işkine basımız. Gomgalın basımız. 3 basımız. Bırak. Benim matengi ben 48% kılmayım. Çünkü malum diyende malum bizim bazar samak şu an tenginiki özüge malum kodunu özüge sev tuttu. Eğer 48% kırgızsınız mı? Fakat 6% tutup aldık ya. Bırak 48% kız maksat. Ben süren tizdi ekan. Fakat bizning tizroq evasında 48% qilib qo'ygan gap. Men buni 48% bo'lmaydi chunki hamma tangni bunda 48% qilsangiz balkim sizning 48% pulingizni tutilishi mumkin. Ashu ma deploy qilgan deploy degan o'z nimasi bo'lar. E'lon qilgan ashu kodga bog'liq. Shuning uchun men az 1% kirgizman chunki 0 emas, taksi 0% kiraman. Şuna hem tangiga 48% besip qo'yib chunki shu kodni o'ziga bog'liq u. Ma'lum qilgan bizning bozor samoqchan ma'lum qilgan kodiniki o'zi kodni o'ziga yozib berdi 6% ortib tutolmaydi. 48% kirsizmi 48% tutolmaydi, endi baribir 6% tutadi. U 48% kirgiz maqsad faqatla buni tuzitish, suratni tuzitish. Endi mayadimi, ma'nadimi boshdan bilan hammasi 48% qilib samman demak maqsad shu hamdi. 1% bir yerlik nizamda. Okay. Ben tushuninglar, yangi tangaga, bizning tangimizga 48% kirgizinglar. Biroq boshqa tangaga 48% kirgizmaysizlar. Kod o'zing bog'liq, uni ahvol qarab qilasizlar. Masalan, bizning mana tanga nima, bizning yangi tanga emas, DX boshqa tanga, buni 48% kirgizsam bo'lmaydimi? Buning taksi nol bo'lganligi men 1% kirgizdim. Endi ishni boshlamdik. Biz başlatmada olsa, biz işlep hozir hammas bitdim yani ki. Bir yer qilgan 3 var. Birisi ma tang adresini kirgizmiz. Miyaga 19.000 kirgizmiz. Ana üçüncüsü ma'ni miyaga 48% tegizmiz. Shuni tugajnama. Endi miyani shundan ma'ni qilamiz. Anaki ma'ni shundaq. Buniga 48% kirgizmiz. Buni 48% kirgizmiz. Tayoq turmiz. Ko'rdinglarmi? Hamma tayoq turib, tayoq biza qarab o'tirmiz, tayoq qarab o'tirmiz. O'tirgandan keyin 1-2 minut qolmaydi, maç minut qolmaydi, o'zgardim men. Hozir meni o'zgarib qoldi meniki. Boshqana bo'lsa, bismillahirrohmanirrohim boshqamsa. Mana. Kom. Endi maya chiqdi. Bu yer chiqqanda cho'qim iznli bo'lsin, maç bir chiqchaq va maya bir chiqchaqni bostinglar, men bir chiqchaqni besib, buni cho'qim fast qilish kerak. Fast deymiz eng tez yengib. Confirm. Qanday o'ynayapti? Ona qanchaqni man bosdik. Fast box yotdik. Confirm. Qarab qaytdingiz, ha? Madismi so'kyaptimi? Men qaytdim qilaylik. Ma APS va men masla ko'rsatmanda men ana kechirib qo'ydim. Kechirib qoldim. Okay. Qayt boshlandik. Nega tu? Man oqs qilib emasmi mana. Endi qaytqim sapamadim. Mani qayt qilaylik. Birinchi daf chiqdi o'g'ay. Ba'zi oqs o'toldi-ku, buni maçimcha qarab qo'yganmi, oqs o'twasimi? Juda chiqdi shu. Hozir pul bor ekan. No problem. Man turib meni yo'q bu da chiqdi-ku. Men pul bor ekan mana. 66. Oh, man yapon gap. Oh my gosh. Oh, man yapon gap. Mesela ben
qarab qo'ya mana miyak ansi ben miyak tekshirmay bunchu miyak birini içip miyak tekshiradi ma pulni bormi yo'qmi deganchu uchinchisini men içip miyakni Coinbase'ni bassak o diyorsun evet bitti mana birini okey mayli evet kan basa bo'pti sizlar uchun ozroq bizga tatasam mayli sizlar uyutmanda ozroq ziyodat qilsam mayli ziyon bo'lmas mana evet okey no problem yana qaytib sinaq qilamdik masalan hozir ma'nodan dx 66 alamiz ma'no percent to'g'rida okey bunu to'g'ri man AP swap ishlatamiz buni percent to'g'ri 1% to'g'ri bo'ldi 66 to'g'ri bo'ldi endi boshlaymiz-ku come on endi boshlaymiz ana qani qaraymiz qaysiz Apple mi o wow AP swap tezmi nima Apple'da yapılamda mı oh kılama Apple'da bana 28 subkeking ma wow dehşet ma bağıtığına onda da etik bay ağaç beturdu bu dehşetken o ma AP swap okey Apple'da kılamdım değil mi miyad için miyad özünü açmalıcı mı ayaksa miyad sen miyad birini açıp yaşamını pevkalada yoğap gidip kapıyına okey 40 ket ya baba 3 qitim evatım şuna olganı bunu 2 qitim evatım bunu okey 42 mam 42 okey AP swap tizken jum balla biroq o ma yeni endi chiqdi ya bu endi yeni aytmangda bu 3 qitim evatmaganda bu o okey amapta şu to'g'ri 42 dollar maniki ko'rinama balla ma tizken jum ma AP swap ishqilib o'zingni bilinglar qaysini idishni o'zingni bilinglar balla ishqma hozir staqda AP swap mana qaran tez baktiski AP swap mana necha tez ketdi ma ishini borma men mana bes bo'lgandan keyin ondan keyin men mana bastım 10 soat dedi shundaqdimi mana keyin bastım ani mana bastım shundaqdimi yana ma oldi ketdi qaran AP swap yaman kanjimi AP swap tizgan okey endi hozir bu shunaq olamiz buni endi satamiz deganda mana man yana bir yaxshilik qarama Coinbase qarasanglar balla ma tanga Apple'ga chiqib men chiqdi ekan biz import qilib yo'q buni import qilib o'tmay ekanmiz buniki ağam şat chiqdi ekan endi buni satib qala satamiz degan vaqtda satmasdan buni malni aldirma satsang buni satqada chuqum 100% satmas uchun buni 100% satsanglar o'tirib qo'ysa tangini balam hammasi yo'q bo'ldi keyin balla uslini kim satganini bildi u bizlarning ham kompyuterning IP adresi var. Xuddi öyneki adresi var. Bizim öyneki palanı koça maçımın 1004 öy 1005 numara öydep. Aslında kompüterin IP adresi var. Bunu öyünün adresini adrestayımız, koça adrestayımız, kompüterin adresini IP adrestayımız. Her bir kompüterin IP adresi kaplar, sizin adres tapa oldu, sizin tapa oldu. Şuna ben okumaydım, ben çanmaydı balda. Pulna an bolda an der adres setibetip. Anıgin bir kan Türkiye balas öyünü bir bizler cümlesini. Sizin urmen dep, sizin qaslayman dep, qanı pul uzanı qaçıp ketip, ma hem pulni setip tangini ötürüp etip. Andaki nayisim bay dep qarab oturmanglar, işim maylar yo'q. Bizning bir oylik balalarniki ishlagan ham shunday qo'sizlar. Shuni hargiz oldirib bütün hammani maksimum qilam yaga. Sabab chatatmanglar. Tapqil bo'ldi tapmasak, oson tapmoq. Shuni mesela satiga qilsangiz sotadigan vaqtda endi qanday sotamiz deganda mana mashina bassanglar bo'ldi. Eng oson mashina beslar. Mani maksimum beslamanglar. Mesela mine tangam ya tanga bolsam ya da mesela hazır 66 tanganing mesela 16 tanga sotay desem 16'ni bastım mı? 16'dan satırmam ya da 15'ni 15 bizden hem satma bizden çıktı emas maçlar tanga çıktı ya maçlar tanga da bana basanglar mana maçlar. Manadan cəmi 198 tanga var ekan. Bundan bir 25%'ni 50% satay desem 50% satay desem ben 100 tanga mesela 100 tanga ekan. Mesela 200 desek ama bunun 50% 20 100'den oldu mu? Yani 100'ünü koyumuz. Anıgı satımız.
Men 50% satmayman. Men 30%, 20% tasam bo'ldi. Men oldirib ketmayman buni. Buni oldirib buniki bizning matangini 2 yillik taqab qo'ydi. Unisiga bizning buning utility deymiz. Utility buni bog'lagan sodlamajaq. Shu men satmayman jiq. Satman desanglar 50% eng jiq bo'lganda 50% setinglar. Hergiz ham satman ham men o'tirib o'tsizlar. 50% ya 30% biz satqa vaqtda mana tep chiqqanlarmi? Mana tepga chiqdinglar, 100 satыңlar. Mana bayqadan başta basan satıldı. Asalı gap. 2 tangeden başta mana da basılan tepga chiqdi. Mesela bana da 100 kızsanlar, mana maksimum yapsam qatti faqat man maksimum beksamlar. Maksimum degan gap tank apartmanda bunun hammasi tankdan hammasi o'tish degan gap. Qatti faqat man beksamlar. Çokum yer o'zi sani kirgizdan men uchun bayaqda konbes bo'lib kirib man nechta tang bor ekan deb shuni bilib man nechta man 200 tang bor ekan men deb shu tanginingki sonini miya kirgizdan yerimini ya 30%ni yüzdalab hergizmi faqat man besam manglar shular mana satimiz desa shu satimiz masalan man bir set prema en chiqarib qachta satadi yuzmada bismillahirrahmanirrahim ma bir pizan o'shash qo'nish kizim tabi chaq o'tayli bir pizan ki okey yani bir pizan okey man tiz bastım oldindan bastım man oldi bilan buniki qanday yo'qqa chiqchaq buning bormi chiqchaq buning okey confirm maning chiqchaq buning fast confirm no sign mana sign chiqdi man sign chiqmadi set boqishmam da qarab boqayli beğendiği talabatı 40 tal setlamaptı setlamız mı dep am çıktı mı approving setlamaptı yeni kaçat batı ama işlemek bir kadın işlemek yeni bir kadın satayım swap maç çıktı bastık ben de kaç çıkan diye bu am çıkmaydı o okey confirm allo ama set boşman da set bol dep çıktı qarab qo'yayli bu tizgan juma yamankan juma AP swap bu 40 turdi satmaptı dep set bol dep chiqdi endi qancha satayli buni endi bir qaratay juma set bol dep chiqdi bo'lsa bu ham 42 okey set bulamaptı endi satayli buni confirm ma set boşman da let's check. Bu yeni kırıştırdı o bu kanda setlamaydı ya bu. Come on. Okay. Maç sıcaklığı bana kırgızdık. Bayağı all of your decks with your limit. This deck can withdraw all your decks. Make sure your trust is this. Okay. Fast bastın ama. Confirm. Although this step can withdraw all your DXT. Make sure you trust this. Okay. Close. Mouse set bo'lgandamda vaqt bek bordi. 2 qatim qilib bo'ldik mani. Okay set bo'pti. Mouse set bo'pti. Mani qaradi. Mouse set bo'pti, mani qaradi. Satılganda ma az chiqib qoldi endi. Mataq setlamaptı. Yeni bir set. Okay. Ma transaction successful deyimiz qalbi qildik degan gap. Set bo'pti. Shuna bo'lganda hozir setganda ma Yunus bo'pti chiqatdimi? Biroq men o'qiyman deb, men bes bo'lgandan keyin men o'qiyman deb, menni chaqmoqni o'tkazatdim. Shuna bo'lganda satganda menimcha batız deb turdi. Olganda AP swap tizgan, satganda Yunus swap tizgan tizda qilib turdi. Okay. Shuna bo'ldi. Tushunarlimi? Okay. Endi Coinbase adres yo'q bo'lachu. Coinbase adres yo'q bo'lar, qanday Coinbase'ni qanday qachilaymiz deganda
Buni manda qaçlaymiz. Coinbase'ni qaçlash uchun bu manda qaçlaymiz. Buni qanday qaçlaymiz deganda, masalan, hozir mana o'zi Coinbase o'zi bor. Buni bir qaçlanib ko'rsatib bo'lmaydi. Sizlarga mana chiqarib olsam bekor ichlik pul yo'q bo'ldi. Men sizlarga bir mana men sizlarga yana bir Firefox yana bir browserlarni ko'rsatib qo'yay. Coinbase'ga qanday qaçlashni. Masalan, sizning Coinbase wallet'lar yo'q, chunki Coinbase bal tizgan. Bak ko'rdinglar. MetaMask'da anda asla emaskan. Eng yaxshi notesni tizni qaçlayli, baribir aldan bo'lgan ekan. Biz qo'shqadaqimiz deganda Google'ga kiramiz. Google'ga kirib Coinbase.com Coinbase.com başqa hech qanday basmayapsizmi? Coinbase.com eng ishonchli shu Coinbase.com. Men qaran ba'zi Coinbase.com ya Coinbase deb qo'ygan chiqdimi? Aldamchiniki. Shu chuqum 100% Coinbase.com bo'lish kerak. Ma Coinbase.com to'g'ri bo'ldi. Coinbase'ga kirgandan keyin ma Explore-ni emaskan, Learn not not learn emas men cho'g'anda. Individual. Ama başqa basmalar bo'ldi. Basmalar bizga vaqt so'rmay. Bunda shu yerda yaqin kasallar o'zgaradi. Individual yaqin kasallar shu yerda o'tkab chiqib, men yaqin kasallar aniki ma wallet bir. Wallet mana basimiz. Anadan keyin ma download Coinbase your okay whatever. Download Coinbase wallet. Mana basimiz. Şu yerda chiqdi. Download for iOS. Bu telefon o'xshaydi, for app. Download for Android, Samsung telefonunki, ma iPhone'niki, ma Samsung'niki telefonunki, ma deymiz Chrome'niki, ma nimeniki, kompyuterniki. Mana basimiz. Bu Chrome deymiz boshqa bir browserga, ma Chrome browserga. Bu miyada qashab bo'lgan bu Coinbase miyada bor. Maniki Firefox'niki browserni ma Chrome bilan amniyatda mening bir qashlaydi ekan. Masalan, mani Chrome bassanglar. Chrome bassanglarmi? Sevishdik no. Şulan maya çıktımı? Coinbase var extension degini maşına miya qaçlaymiz degan gap. Avvalda bu hozir buni Coinbase yo'q. Asli buni bir qaçash kerak, bir qaçlamamışmanda. Chrome'ni chiqadi ya bu Coinbase extension. Hello. Ha, okay. Google use cookies. Okay, you can. Okay, got it. Download Chrome. Not this one. Extension'da yurib turdi. Ma tasvir qamlashmaydigan website degan bir şey qilib biz. Okay, qilaveradi, download qilaveradi masalan. Download manually install. Okay, download manually, okay. Accept install. Ama tushirib bo'lgandan keyin masalan bizni bossaq. Yes. Bundan miyaga qaçılmaydı extensionga bir qaçlamadı shuna bosib qana bablar qaçlabasin. Qaçlab qo'yaylik. Ma Firefox'ni avarsaqga odatda extension o'z bayini Google Chrome qaçlab oldim. Okay. Shunda Firefox'ga bu qaçlag'ida bo'lishi mumkin, biroq sal avarsak endi buni Firefox'ga. Nima Shunda Firefox'ni hozir ishlamaydi bundan. Okay, Firefox bo'lmaydi ekan. Ma Internet Explorer chu, men ko'rsatib qo'yay. Google Coinbase.com.
Coinbase.com. Ma gongolar çıkıp kayar, ben basmaya durdu beni. Coinbase var saplı gongolar. Bir şey basacak Coinbase.com'da. Coinbase.com. Okay. Verify your payment. Okay. Doğru mu? Coinbase.com bunu bana tutuğa çıkmadı yani. Başka asante, ma Opera, Google Chrome, Edge'nin asante manada var çıktı. Vallahi bu website moderatörü bir vaktinden daha. Of course, secure. Coinbase.com bula, nimbos bula. Aşağıdan çıkıyor öyle çok. Coinbase.com ya, okey, yani çıkmadı da. Verify. Verify. Come on, bu toqayt kaç soray ya bu ne? Ondan sonra malum işlemedikken ama browser mı? Ah, come on. Vay, bu işlemedim. Bu işlemedim oldu. Bunu endi men hozir birini o'chiratsam bu ham ishlamadi. Ay, qanday qilsa bo'ladi? Mesela men managa yana bir Coinbase'dan yana okey, ondan sonra ben mana birini amal yaqini mana yo'qdayim. Bizden Coinbase savatı birini yo'qdayim. Mana yo'qda ben deganda remove. Okey. Mana yo'qtab endi biz Coinbase'ni meni yo'qolib ketmas. Mesela coinbase.com deb coinbase.com okey. Shundan yerga individualniki walletni bosmayapman. Walletni bosdik. Menga download Coinbase wallet yani shu. Mana bosamiz. Boshqaniki download for Google Chrome deydi. Okey deb mana bosamiz. Shundan ko'rama add to Chrome deydi. Add degimiz qo'shishdan gap. Mana bosdikmi? Add extension degimiz bir şey qo'shishdan gap. Extension bir şey. Bosdikmi? Mana bu yoqqa qo'yib bo'ldi. Biz bu yoqqa qo'yib qo'ysak emas uchun bo'ldi. Mana besvetde biz man ko'rinama mani besvetsan mani x beshep cho'qim mani besvet salmaydi. Manda ko'zdan rangi chiqish kerak. Okey, bo'lmasa yo'qolib ketadi. Mana bo'ldimi? Anadaki mani 300 bilemni. Buni 3 bitib. Men 3 ta'lim bildim ma kan tayinyoq nasga ma beka vaqt sarf qilgan. Okey. Qo'shib bo'ldimi? Yana qaytadan kirsak. Ko'rinma miyada boshlama. Endi Coinbase'ni men ulab bo'ldi. İkinci qadamda Coinbase hisobotini birini ochamiz. Qani ochimizga mana bosdik. Buni bosgandan keyin mana yerda chiqdi. Haras bolalarga agar bir sekund masalaga bir narsa eskatib qo'ying. Agar iqtisodiyoting yaxshiroq bo'lsa, pul jiq bo'lsa, mana ko'rdinglarmi? Mana narsani. Buni Ledger deydi, Ledger. Create new wallet. Ledger degani USB ochqich bo'yicha, ochqich USB bo'lsa, USB da ochqich.
bu pulni oshqishni qo'yib qo'yishlar tangilarni bu tangilarni eng bexatar qanday bexatar deganda biz ko'ngil bosib boradini sizlar misha bilan biz osh ulab qo'yishlar mishada pul ko'rinib turdi biroq pulni yotkash uchun masalan oshqishni yotkash uchun masalan men ko'rsatib qo'yay sizlarga masalan men oshqishni ko'rdinglarmi masalan shu pullarni masalan yotkayman desam mümkün emas ötkemayman. Mesela sende bassamı, mesela sende bassamı, her qancha ishonchli masalan successful degan bo'lsa-mu, pulni hech qanday o'tkazmayman. Chunki mening mau Coinbase deymiz, Google Coinbase deymiz, mana Ledger degan USB'lik oshqishga bog'liqlik. Buni masalan sende qilsam-mu, hech qanday bo'lmaydi. Masalan, ayniqsa ko'rsatib qo'y buni. Masalan, hamma ko'rsatdim-ku degan. Mesela endi mesela mening mayar Coinbase meyadim adresim bor deyli. Men buningga Coinbase adresga men ozroq ETH avatay. Bala meni beşim kelgan sizlar praya bütün gün oldin qatta meni pulni o'g'irlab ketdi maguylar. $100 pulni o'g'irlab ketdi, $100 pulni o'g'irlab ketdi. Unisiga bu o'g'irlar dahshat aqli o'g'irlagan chandomay o'g'irlab ketdi. Men uqmadim, tunyoga osham bildim buni. Bu o'g'irlar qana olsana, bu o'g'irlar cho'ra. Men pulni hamida ketmay, bir tanga pul ketdi, qolgan tanga bor ekan. Men bu bag'ida qarab yurdim, tekshirmay. Qarasam tunyogimda qarab qo'ysam pulning bir qismi yo'q. Bu nima ketdi bunda? Transaction qarab baqsam, ay Yevropada bir kunning Yevropamizga pul o'tib ketibdi. Bazı o'g'irlar aqlliga yani biroq o'tkazmaydi ekan. Chandomay azozdan o'tkazgan bo'ldi. Pul topshunda men uchun azab foydalangandi keyin aniki o'tkazib qolgandiga o'xshaydi. Qolgan hamma o'tkazmay azab bilan ketdi. Shuning uchun masalan mana tanga o'tkazmayman desam, masalan buni qat'iy mumkin o'tkazmaydi. Masalan mana reseptdan basamizku. Reseptimiz qabul qilishku, siz mening matangamga pulni yana bir walletdan ya'ni USB ochqishdan mana o'tkazmoqchi. O'tkazib mana ko'rdilarmi? Coinbase'ning bir yaxshi barliq BNB ham tangalar hammasini men bishni bosar ekanmiz mana. Mana bossaq hamma tangalar ETH BNB degan hammasi bir adresdan manga ekan. Masalan mana bosdiqmi? Masalan men Coinbase'ga men pulni o'tkazman shundaqmi? Yana bir deb qo'ygan gap bolalar. Masalan mayli BNB bo'lsin, mayli Ethereum bo'lsin, mayli DX bo'lishi mumkin. Mush tanga ikki yil masalan qaysi tangani masalan mushni Coinbase walletga yo'tkayman desanglar, mana resep bosadi ekansizlar. Biroq bu yerda ETH mi BNB deb so'ramaydi ekan. Ikkisining ETH BNBning adres birlik ekan, ko'rdinglarmi? Mau BNB o'xshaydi. Mau qaysikin, avalanchmikin, mau ETH ekan, mau nimikin, poligamik bir mix qilib. Hammamiz o'xshash ekanmiz, birini bosadi ekanmiz. Shundan bu tokenning adresi bir bo'lgan mesela manga ekan. Shundan men Coinbase mana pulni yo'tkazmoqchi managa. Mana o'chirib turay. Mesela hozir oshqishimda pulni yo'tkazmoqchi, men BNB yo'tkazmoqchiman. Okay. BNB yo'tkazayman. Mesela hozir men $11 ETH o'tkazmoqchiman. ETH lazım hozir, ETH lazım. Mesela $11 ETH o'tkazishni ETH o'tkazmayman desam, naqsni bosdim. Ondan keyin men Coinbase'dan bizdan Coinbase walletdan pul o'tkazishni ko'rsatmasligiga. Coinbase walletni ochsam o'sha turib Coinbase ochmasanglar MetaMask'ni pak ochdi ekan. Sizlar Apple'ga chiqqanlar Apple'dagi anziyada dekansizlar. Bizdan mana bosqandan keyin yer keldim, mana bosimiz. Shundan hozir senda bosdiqmi? Sen bosqanmanlar biz M1 hisobotga pul yo'tkaz. Sending avatish degan gap. Biz bosam avatidu. Bir ko'rdilarmi? Avatmaydi, mumkin emas. Ledger lock deydi. Ledger degan oshqushliq USB'lik oshqush degan gap. Ledger degan oshqush shu. Mana Ledgerni bassanglar yer chiqadi. Ledgerni basmanglar. Ledger key, Ledger nano. Mana Ledger degan mana shu. Mana bu narsa shu Ledger degan mana oshqushlarni buni oshqush deymiz. Mana bu oshqush bu. Shuni men bosmasam mumkin emas. Pulni o'tkazmaydi. Men ko'rdinglarmi? Sen avatdim Mahmudga. Mana. Men ko'rdingmi? Men avat sen Mahmud yana bir avatay.
11 dolar evettim. Endi maqbat BNB evet mesela. BNB evetday. Adresimi çapladım. Bana bastım. Sen de bastım. Mangmaydı. Try again. Sen de bastım. Mangmaydı. O çokum şu aşkışның üstüde, mana şu aşkışның üstüde bala. Köna bana basıldı. İki knopka var. Şu iki knopkani ikkisini birini başta, birini keyin basa olmaydi. İkisini teng bassanlar ötüpüste confirm deb emas. Access deb chiqamdi, birmi chiqdi. Men hozir qaraya, men hozir basaya. Mesela hozir mana masalan sen qilsam 11 dollarni men kirgizib, next. Adresimga kirgizib. Sep anadaki mesela ben kirgizib, men buni maxfiy kirgizmayman. Nasıl vaqt ketadi, saqlab turing. Men maxfiy kirgizib. Okay, men maxfiy kirgizib bo'ldim. Endi men basa try again. Endi seni bassam, bak yeni soraydı benden. Endi kötüleme bir yerden ben çok başladım bana hazır bir kötüleme. Your ledger device will ask you to sign message diyen ben çanlama. Ma your ledger device will ask you to sign message to continue. Aslında ledger'ın üstünde biraz kadar sign'lıktan biri var, başka yerde başladı diyorsun. Mesela lazım ben ledger'ın üstü kalsam sana göstermedim, ledger'ın mağazını göstermedim ma çünkü ekrandan. Ne bileyim şundan bana çıktı. Review'da çıktı. Bana Mançın bunu tabii hazırım. BNB'den token iken bunun içinde bu adres mavi iken 85 aktualite adres iken onun için network BSC iken Binance iken onun için cami 0.0015 kıymet pul aldı iken onun için accept demdi. Accept dediğimiz accept Uygurca koşuldum demdi. Koşuldum. Hazır ben accept diyen hat çıktı. Ben işte basım hazır qaratыңlar. Şu iki knopkani iki qo'limdan tang basaman. Mana bastım. Ko'rdingmi? Bassam, ondan keyin ma ko'rdinglarmi? Ma dan degimiz tugidan gap. Ondan keyin ma tangini o'tkalaydi. Tushundingmi? Agarda pulni javob qilsa, bala mana o'tkab qo'yinglar. USB'li ochqichga o'tkab qo'yinglar. Bu aşk için tutsa balla bu aşk kuşunun mümkün emez. Hatta hacker'ın en yamını en uçu çıkıp sizin kompüteriniz şöyle sizin Bitcoin Coinbase'deki hesabınki o mahfi numarını yani 13'e kalmak sanını hemmeni bilip mı bir pulunu yötkemeydi. O yötkisi çokum ötkeş için çokum en ahırda hemmeni besip hemmeni kırgızıp hemmeni kılıp en ahırda pul yötkeyga vaqtda aşu sizning şu aşqışniki mana muş aşqışniki muş töpedeki iki knopkani özünüz iki qo'lingiz bilan tang basmasangiz mümkün emas. Maxfiy numarini bilib olsizmi 12 xat 12 so'zlikni yani maxfiy numarini berib olsizmi bir pul yötkenmaydi. Siz çokum mani kompüterga yoki telefonga ulab, ashuni tepedagi ikki knopkani basmasiz mangmaydi. Maxfiy numarni bilasiz beka. Shuning uchun bu intayin bexatar. Agar pulni javob qolsa, eng yaxshisi pulingizni mana shu yo'tkab oling. Yo'tkablar buni darhol sanduq solib qo'ysiz. Bir sanduqqa uni o'sha turdi. Lazım bo'lgan kompüter ulablar, undan keyin avatiblar mana ikki knopkani bassangizlar avatish bilan tugaydi. Men az qarab boqay, men avatib bo'ldim, men qarashdan avataman pulni. Men mana avatim deyman. Mana avatim deyman mana. Buni BNB kelgan pul kelgan o'xshaydi. Masalan, buni qanday transaction qarasak chiqadi-ku pul avatgani. 11 dollar pul kelib qopti mana. 11 dollar pul. Ben 11 dollar avatimga kelib qolgan gap. Şuna deyiğim balla çokum eğer pullar cıqılap qalsa xatırcam bulmay qalsanglar manın içinde intayin xatırcam bu bankını xatırcam bu çünkü bu her kaç bankını bazı kadar bank hesabını ben mahfum ebasa güla mahfum numarını bilib alsa bank hesabını bunu yetkab ketidi.
Manada mümkün emas. Məxfi nömrəni bilasib ötkənməydi. Çünki moşu 2 kun basmasa fiziklik özü aşı qolu bilan basmasa mümkün emas. Ötkənməydi. Çünki başqası basqandan keyin qoşuldu degan gap. Qoşuldu degan bir yer var. Accept, İngilizce accept bir yer var. Chiqdi. Aşında andan keyin chiqqandan keyin men çok zaman ko'rdim xat chiqqanda men yerda accept bir xat chiqdi. Accept xatni ko'rgandan keyin sizlar andan keyin 2 tutqunlik baslan, andan keyin oyoq men chiqib dan deydi shuni tuydi. Endi gapimiz uzun, endi gapiga kelsak, endi oxirida sizlar hozir endi tangini qanday elishni o'rganib bo'ldinglar. Andan keyin tangini elish uchun Coinbase walletni qanday ma'ni qachon o'rganib bo'ldinglar. Endi qadamda endi bu Coinbase hisobotni walletni qanday ochamiz? Haras ismi bo'lsin bolalar. Ma Coinbase walletni miya birini ochib, miya bir hisobot birini ochib qo'yibsizlar miyaga. Aniki miyadan miyada qo'shib ena walletni birini miyada bakkan ad bakkan miyada ad wallet deb aniki bu walletni yana bir browser ochmoqchi bo'lmaydi. Bu bexatar. Cho'qim biz bir walletdan masalan bir hisobotdan 2 3 4 walletni ochqil bo'ldim miyada. Buni balki jigmotsim ochqil bo'lishi mumkin. Bunda ochmay cho'qim yana bir browserda yana bir o'xshamagan yana bir hisobotni ochinglar. Hargiz bu miyadan eslanmanglar. Mesela hazır mananda qıpot endi 3-cü növbət, 1-ci növbət qadar elişni öyrənirlər, 2-ci növbət Coinbase-nin qanday miyaga qoşuşunu öyrənirlər, 3-cü növbət endi qanday qılıb Coinbase hesabını açımız deyəndə mandan açımız Coinbase-nin mani qanday bayqısı qaysı deyim ma'lumotmi? Mesela Coinbase-nin miyaga ötkəb boldu şunaqmı? Endi buni qanday hesabını qanday açımız deyəndə Coinbase-nin özünü basımız. Özünü basqandan keyin mana buna qadar chiqdi. Biz bundan create new wallet deymiz. Create new wallet deymiz. Create deymiz echish degan gap. New deymiz yangi degan gap. Wallet deymiz portmal degan gap. Yangi portmalni echish degan gap. Naqo? I already have wallet. Agarda sizning buni walletlar buni bo'lib qolgan bo'lsa, mana baslan buni ichib bo'lgan bo'lsanglar. Mana basqandan keyin maxfiy nomerini 12 xatni kirgizsanglar ishildi. Bizlar hozir bizni yangi ochsizlar. Yangi uchun mana basimiz. Konu bo'lganmiz mana baslar. Yangi mana baslar. Bunu basqandan keyin meni mana basqandan keyin mavi xatni qatti faqat va faqat kompyuterga kopiya qilsanglar men qanday aras men sizlarga qisqa o'zim hikoyani so'zlab beraman bo'ldim. Men bir nöki men pulni aytdi. Men qanday qilsanglar bo'llar, mal degan emasmi? Hergiz bu maxfiy 12 nomerlar maxfiy nimasini kompyuterga qo'ymanglar deb men kompyuterga qo'ymadim. Men qanday qilib desanglar, men kompyuter qo'ymay, men USB bor, USB ga ochqicha emas. Odatda biz kompyuterning uni buni hujjatni qiladigan USB uchuq men Excel jadvalini birini tuzab, mening maxfiy nomerimni Excel jadval qilib, undan keyin ma xatlarni Excel jadvalga chaplab qo'ydim. Chaplab qo'yib, uni saqlab bo'lgandan keyin darhol USB ni chiqarib oldim kompyuterdan. Biroq hakerdan qo'ylar onu bilibdi. USB'ni sağğana mallar buna kadar scan qilmoqchi bo'lguncha izlab shu nomerni maxfiy nomer bilibdi uning ichida. Maxfiy bilibdi shundan pulni $300 pulni akatdi. Bu qanday akatib sanglar bu kunlar mana miyada. Bu kunlar pulni qanday akatib sanglar mana MetaMask akatdi bu kunlar MetaMaskdan. Mana MetaMask pulni bular qanday akatib sanglar? Ben ham shu yetkazgan buni shunga chiqmay qoldi. Birinchi soatdan birinchi ko'rsam. Kıdımın nölqat tamam daksı miyada $300 pulun batı. Emin gap chiqibdi. Biroq bunda azar pul ham uzoq qolgan pul yetkazdim buni ishonch so'g'andan keyin bular bilib oldi emasmi? 12 xat bilib olganlar pul ekitdi. Uning amal yo'q. Uni qayt hisobni bilan ochmasak bo'lmaydi. Shundan men azar pul bor ekan, buni tashlab qo'ydim. Shu bu qanaq qilsanglar, mening $300 pul batı, men ekitdi. Buni ekitib boshqa tangilar shubha turibdi. Bu ekatmabdi. Bu aqlli qo'ygan bu. Hamdaka chin qildi emasmi? Bunu erkekler birey şikayet oldu. Ben bilmem akşam bildim onu dedim. Miyad aktiviteye karşılandı bizler miyad. Bu aktif bugüne miyadım aktifti bugüne mani. Bu qarab baksam bu goy 14 gün burun pulun aktifti. Aktif gün ama bugün hazır 14 bin pul varken. $14,000 aşağı qanın onun bunu pulunu oğurlap hazır 14 bin pul çıktı goy. Bırak aktif ben gördüm. Meşhur değil mi? 14 gün burundan meşhur değil mi? Meşhurunu ekittim mağun adresi. Aktırıp baksam bir Avrupa'nın bir yana çıktı bugün. Şu açta gap. Şuna demek çoğunum
Ma ergizmi maxfiy numaranglar bayat ne kadar ne keldik biz miya keldik Coinbase isat açmakçı mesela miya keldik şuna ama maxfiy numarı ergizmi kompüter qaçıp mantıkın USB qaçıp qaydı USB qaçıda mağla men diyana USB açqışqa oxşmaydı bu u diyan ledger degan oxşmaydı başqa u maqsad bitcoin qilan narsa u ma odatdagi biz USB'ni hujjatni ko'chiradigan anın qo'ysan bo'lmaydi ekan shu shunaqa qilib buni sizlar ayrim bir qog'ozga maxsus bir daftarga maxsus 5-10 yil 20 yil saqlaydigan boshlangi bor boshlangi yuksak qo'yadigan daftarga misol mana ko'taman mana 12 xatni ratlanjimi birinchi ikkinchi olishga olmaydi birinchi uchinchi birinchi xat oldinma ko'chirib anadan keyin mana baslan buni besib continue deysizlar anadaki miyada so'raydi verify that you saved your secret recovery phrase by clicking on the first then last 12 first deyimiz birinci gap birinci bayqısla ko'chirganim var birincisidan 12-sini mesela bayqısla birinci qarsak birinci xat deyimiz quantum ekan 12-si deyimiz monster ekan Mesela birinciden 12'ni taptaydı birinci deyimiz quantum ama 12-si deyimiz monster Мәзір мені бесіпла, мәшіні бастымла, еңгі сәт ішіп кетуді, мен ашмайын болды, мен бәксіз ішетін болды, мен ашмайын. Мәшіні бес болған дегілі, еңгі сәт ішілді, оны бұны сорайды, оны басылар, бес болған аңғарды исаватып ішілер, аш болған исаватқа пұл өткейсілер. Пұл өткейген вақытта, байқыдақ, адырсының қадаг ресетін бесіп, байқы көсіп қойдым, ашына қысаң болдым, қайта қарадашының орны жоқ. Түшін алдыңға қадай исаватын ең açıqылды, мен басмай. Бассамда менің исаватын жығып кетіп, кейін мен құқымен қалай мен қайсыны екендігін. Ben basmay turay. Şundan azır açta buldu. Şundan ahırı yeni tangini qandaq elişini, yeni tangini aldığan, eng tez aldığan Coinbase'ni qandaq manığı yo't. Bunu chiqirishni, chiqirib bo'lgan Coinbase hisobotini qandaq etishni, andan keyin qandaq pulni yo'tkazishni o'yib bo'ldinglar. Endi shu. Endi putte degan gap endi. Bo'ldi. Başqa bilmaganlar bo'lsa, mendan so'rasam, agar eng oxirida aslan Mesela kadar, mesela sizin MetaMask pulunlar var. MetaMask'ın sizin BNB'ler var. Mesela bundan ehval edecek o. Siz aslında pulun MetaMask'te, onun için MetaMask'ın içindeki BNB'de, onun için Ethereum mesela BNB'de o. BNB pul yok da emniyet kapıldı memnunuz. Mesela BNB var de, yani BNB'den kandak bunu Coinbase ötkemiz yanında en yaxşı, şu MetaMask'ın üzcümü başka demez. MetaMask'ın üzde, BNB'ni Ethereum'a almashtırыңlar. Ethereum'a almashtırıp болғаннан кейін, anadan кейін Ethereum'ni Coinbase'ga, anadan кейін MetaMask Ethereum'ni Coinbase'ga Ethereum'a ötkənlər. Mesela mən başına baxdım, mesela çok bırakla mən MetaMask'daki BNB'den bırakla Coinbase Ethereum'a ötkəsəm bu qalaşmadı. Yani gibimiz gelsek MetaMask'taki BNB'den MetaMask'taki Ethereum'a kadar ötkemiz yanında bilirsin ötken mal üretken malığı change now mana basılan change.io mana besep mesela mesleği ötkep besem az bir BNB bağımlı misavatım qırap qaya man Coinbase'ga çıdaq Coinbase açmamaydı ki MetaMask qırap qaya BNB bağımlı bunun məxbini qayıtına çox soğuk etəyəmdi. Ben unutub qaldım məyini ac dəftərdən atmışam bomdunu. Manikçu. Allah ben deprem tutulan ben deprem tuturay.
Okay. Got it. Manıcı BNB yokken. Okay. Bunu da yokken. Manı qarab bakayım. Manını bam yok mu? Manı BNB bağlayayım. Ha, okay. Ben MyBNB'ni aldı bilen MetaMask üzümü herkes Coinbase ötkümen MetaMask'da BNB'ni aldı bilen Ethereum'a ötkep, Ethereum'a almashtırıp, anadaki Ethereum'den anadaki Coinbase almashtıraylı. Bunu qanaqlımız degende, bayqıslı degendek, change.org. Mani besip, mani bastık. Hazır biz BNB'ni Ethereum'a almashtırmakçı şundaqmı? Ethereum almashtırmakçı. Bir neç BNB var ki emineki savadında hazır. 1.1 dep desem, bir BNB almashtırayım. Bir BNB'ni ben Ethereum almashtırıyoruz için bana basıyoruz ama exchange hazır BNB'ni Ethereum almashtırıyoruz ama MetaMask'ın exchange adres dediğimiz 8554 doğru mu şu? 85 ha? Doğru mu bu? 585 Ethereum adres qılma Ethereum adres dediğimiz yüksek böyle no mağluş gerek. Hazır manu. Çünkü bazı Ethereum'daki şu Ethereum adres qılma şu Ethereum mağı. Ethereum adres dediğimiz mağı olmuyor. Okay. Ma işlemedi o mağı. Ben işlemedik ya. İşlemeye kalsa benim bir biz. Anyas delpit anyas simmen delpit onda bir snaktır ya. Delpit onda bir. Ma 85 demiş şu MetaMask'daki Ethereum adres. Yani bir tekrar tele just in case. Bizim Ethereum'daki Ethereum adres üzeri 85 A5BF. Okay. Confirm. In the MIA'da unlock MetaMask. Network hata dengem. Çünkü bizim MIA'da biz bana BNB'nin almaçmış. Şunun için BNB'nin üzeri almaçtırmış bir şeyde. Ama BNB halatda turuş gerek. Ondan keyin bunu bastık. Oh. Doğru o. Bu bazı asas hata çıkıyor ekan bu-chu. Bilmedim demiş hata çıkıyor ekan. Ma başka bir wallet bu. Esi doğru bu BNB buluş gerek. Ondan BNB. Ya ETS'den niye bu? Ya aşkım. Bunun bazı hatayı bana kayıt olamıyor ya. Sign up MetaMask. Sign up. Unlock your MetaMask wallet and sign up to the change in the premium. Like, no. Sign up olayımız mı var? Buna cevabını üzbeti de
Qanda yüzde ayır buniki. Yüzde change ne? En yaxşı mana çıktı bakaylı. Bak. Bunu çıkıp durup onu ulap baksakça. BNB that number ETH exchange pay others 58 okay. Mana baksakça. Başqa sulab turadi ekan, başqa bir odash qilib qo'ya o'xshaydi buni. Boshqa qilarsiz. Ha, 85 mana olib qo'yibdi buni. Bu bana nimeniki Coinbase'ning adresi ekanda bu. Coinbase'ning adresi ekanda bu. Ha, Coinbase'ning adresi ekan bu. Shunda men o'zib o'tay. Qani buni o'zida aylanib qilamda. Buni onliq aylanib qilamda. Ben bu tık yığın kışlagan bunu. Ben bu tık yığın gelgen bunu qanda onliq qilishni bilmayapman. Optimism more network not this one. Not from here but MS just add no we don't add anything. Benim köken temi onliqlar yani. Yapamıyorum. Transaction settings. Amerika sign out cabin sign out ekemiz. Sign out no. No. I have saved America. Meni qaytsam, meni qayta kirgizib chiqdi. Bolalar turibdi. Meni 13 ga qani kirgizsak yana varsak. Maqi işlemay turibdi ya. Ethereum. Bizden bassa bu işleydi ama. Yani bacak nas ulaq qo'yib buni hozir yezbas umashib ketdi voy. Umashib ketgan qolishdi voy. Bilamay qoldi qaysi ular. Mana baştan bir şey besep ahırda iman almashib bo'lsam ahırda bu o'tkil deb pul hozir mavda jig'nas ulib ketib buni hozir men Süleyman deb jig'nas ulab qo'ymayga. Ahırda bu hozir. Yani meni 3 o'tay jo, men 3 o'tay buni. Qaydan qilsa qanday bo'lar? One more time, Opera. Change. Okay. And then we add olmay turacak hani olmay turup BNB 0.1 BNB to ETH exchange. Okay, yeni şu çıkmadı.
Okay. Yani şu çıkmadı aslında almıştığında şu eğer bak olmasa hem de bana kadar hemen 3 üretip çok bana. Bütün hepsi 3 üretip hemen. Eğer ihtiyaç çıkmaz ki bana. Okay. Bak olmasa bunu 3 üretip bunu hemen kanda 3 üremiz degende. Kısan bay. Clean up degende adı bunun ne yani. Yani ben de ya. History. Bak history close. Clear browsing history. Clear browsing data. Okay. Hemen clear hotel'i. Clear data. Yani hemen ücretip şu. İşte sağlanan dersen hemen ücretip. Hemen ücretip. Ona degen kaydını qıp bakaylı. Yeni bir clear hotel miydi? Browsing basic. Passport and other signed data. Hemen out of miyade bucket. Advanced passport kemer. Hemen clear hotel. Hemen ücretip. Ona degen kaydı kaydı bunu. Okay. MD. Chain bastık. BNB. Almadan sağladım. BNB ihtiyaç almıştırımız o. Lütfen ondan bir. Lütfen ondan bir. BNB. Exchange. Okay. MD bunu yaptırdım. MD miyane bassak MD olayımız o. Yani basıp. Coinbase çıkmadı hem de. Oh my god. Seriously. Bir tane mas kılıç gerek bu. Bir tane mas almıştırıp bana ait gerek. ihtiyaç adres mağı ihtiyaç adresi mi yakır güzelden ama yakında. Annem şahsım ben olap kanırsam şu. Yeni okşaş Coinbase kırmalı gidiyor. Okay, bir şey çaplayalım. Next. Confirm. Unlock. Bu network MS. Çokum. BNB network buluş gerek. Okay. Ta başka şey bu. Bunun için istemedi bu. Ben Google Chrome işleyen bu. Ama ya Google Chrome'da miyaden kımsakmayın miyaden. Miyaden BNB'ni ötkəşək, bunu ötkə boğa mı pılına miyaden BNB'ni. Bu bir şeyin ötkən pınqayda bu. Bəbir boşaşmayla çö, bərabir qağanıq başqa iç qaylı çö. Bunu boşaq qoysaq, yeni bağımlaşma, yeni qanlaşmaq deyək bu. Miyada qanda. Okay, miyada işmal 2 dolar, ben swap 2 dolar deyik. Bunu swap qılıb BNB-ға. Swap ügramı bir pul yetişməz mi deyəm yəni. BNB. Swap. Pul çıxışmaydı deyəm bunu ki. Pul çıxışmaydı. Okay. Bundan çok pul qoşaydı. Bir azaq bundan pul əvətəyim BNB. Send. Ondan 6 dolar evet duray.
Insufficient funds. Okay. 6 BNB çıktı mı? 6 dolarımız gerek. Bana basa BNB, bana emir basa o dolar ucucu mu? Bana basa 6 BNB kıymet ko. Bana basa dolar 6 dolar mafuk oldu. Next. Confirm. Okay, and bunu evet tok. Hazır ben mavi metamask'ten A metamask bunu evet bekçi. Mavi metamask BNB evet bekçi. 6 dolar kipto. Hem bunu biz almasır bakayla. Cıqraq 6 yeni ülgümeydim. Yeni ulmaydım. Hem de cıqlamatsak buldu. Hem de almaçtayım. Hem de öyle tayımdı. Hem de maksimum. Next. Okay. Hem de manış tükedi. Google Chrome'a gelsek. Şu dolar oldu mu? Şu dolar bunu BNB'nin eğitim almasımız bu. ETH'ga almashtırış için yani Chrome'a kirib Chrome'a qo'llab bu yerga okey endi bu yerdan BNB'ni ETH almashtiramiz. Bu yerda hozircha 0.1 BNB almashtirib turaylik. 0.1 change endi buniki adresi nima deganda mana shu connection okey dismiss okey buniki hozir biz accountniki Ethereum 3584 ama ben çıkış çıktı. Allah bu ne çıplak koydu? Başka bir adı çıplak koydu mı onları? Bu aldamçılar mı koydu mu? Aldamçıların özünün adı çıplak gelmeye. Magunu eskiden gibi ben doğan. Nerede mi? BC for ADP adı çıkma benim yerde. 3584 sonra nereden ki adı çıkma bu? BC for ADP benim adı yok o. Adres ikinci adres mi? B5505. Üçüncü isabatım var. BC4A. Okey. 총 BC고 아까 küçük BC 같은 거. Adamlar acı yaman blok gitti. Oh my gosh, seriously. Connect. 358. Okay. Ben de doğru oldum ama. Okay, next. Confirm. Lock. Yine. Oh my gosh, seriously. BNB Smart. Okay. Okay. Emden işlemedim basımız. Okay. Confirm. Ama emden bana BNB'ni ETH'ye almashtırmadınız. Acayip avars kanal. Oh my gosh. Mesela bir saatin, bir yarım saat sürdüm bana. Yazıp bir 5-10 kilo da bunamdı. Olmaz batıda. Bunu almashtırıp boğutça, mesleğe vaqtni chim tutup ki mesela anlık aşk kuşka pula çıkıp kalsa aşk kuşka nima üyütüp koydum okey. Nasıl kaldı? Hem ya bir kadem kaldı. En arka bir kadem kaldı. Sağlam öteydi.
Aşkında eğer pulun çıkıp olsa herkes mi adam yap koymanglar. Çok olma şu USB aşk ayrı bir Legend'de bir USB aşk var. Şunu koyuyorlar onun pulunu yakmayın numaranı bilip basın pul alamaydı. Çok olma üstü işte konu basın sana. Bu gap deydi. Ondan keyin ma bu Bitcoin app satılgan vaqtda, Tangen app satılgan vaqtda Dexton özüne çıkaracağım ben. Okey. Ben tüyo buldu men bunda. Bir nas dep ediyorum Dexton. Mesela ben çıkarava tıkranlar. Mayakçı maniki ma Tangen'in ösken düşken vaqtda qaran ballar. Emtoda man qarab qaylı. Maniki dinlama. Mandaqçı Mandaq M benim ismim Mahmutcan emas. Mahmutcandaki M baş harfi M mandaq ko'rib qalsa 100% emasmi? Asasan tushirgan ko'ringlarmi? Mesela M ko'rgandagilar tushirgan deb o'ylasanglar bo'ladi juma. 100% emas juma. Ndaq tajib qaraganda men M bir chiqdimi? Tushdi. Ondan keyin ma'ni M bo'lsa bo'ladi juma. Ma'ni M bo'lsa meni tushirgan gap. Yani tushdi, yana boshqa M. Bir yerden bir M ko'rildi desa, maymoq M ga shunday bo'lsa M ko'rilgan keyin tushdi gap bu. Yani tushib uzoq miyak tushdi. Ondan keyin yenim yerde azraq bir MMS ma M desek bo'lmaydi. Okey, ma MMS. Miyada bir M ko'ribdi. Ashta M ko'rgan bolalar tushdigan chiqarib tushdigan bolalar. Agar M ni ko'rib qolsalar, tangilar mesela boshqa tangilar mesela M chiqib qolsa, bu tushdigan o'xshaydi deb o'ylasanglar bo'lgan o'xshaydi. To'shi matan qurali bundan M chiqamdi, chiqmamdi. Ma'noda mana bir yer M ko'rinibdi, shundan tushibdi. Ismini bo'lsin, Mahmudjonning biz M degan ko'rganliklar tushdi deb o'ylasam bo'ladi. Tushdi ekan, miyad bir M bor ekan, tushdi ekan bu. Undan keyin asbat ma'no qarasak. Ma M chiqib tushdi ma M nima. Ma dashat M kan ma chiqib tushdi. Ma M asal maymaroq M kan bu tushdi, miyaga tushdi. Chiqib M ko'rganliklar asosan tushdi deb o'ylasam bo'ladi ekan. Şu qani pullar nima yutgan bo'ldi nima? Damask. Swap. Finished. Okay. Yutgan bo'pti. Ashta gap. Pulni yutgandan keyin mana bu yerga chiqdi bu. Mana send. Ya bu yerga chiqmay o'xshaydi bu. Okay. Ishqilib ko'ram ma shu 30 watt shu dollar qilibdi. Shuna pulni yutgan bo'ldi degan gap. İşte bunu agarda sizning hozirgi savoldan MetaMask'da BNB var. Biroq sizlar o'g'illik bozor solgan yangi tangida chuqur Coinbase'da uning ustiga ETH bo'lish kerak. Bu oraliqda bakchiq almashish ketadi. Almashish chiqqanda chuqur aldan MetaMask'ning o'zidan boshqa yerga o'tkazmay turib BNB'ni Ethereum almashtirib, anadan keyin bayaq almashtirgan Ethereum baho deyman. Almashtirib o'tmazroq. Ana bu Ethereum'ni anadan keyin Coinbase o'tganlar. Shunda buni adidishida bo'lmasa back markab chiqdi. Biz o'zida almashtirganlar MetaMask o'zidan biz mana almashtirib, anadan keyin buni o'tkazgan bo'ldi. Hozir men ashta gap. Buldu maqolamsa xo'sh odamga mana qolgan gapni keyin deyshayli.